Assalomu alaykum barchaga, hurmatli obunachi va kuzatuvchilarim. Haydovchilik guvohnomasini olish uchun avtomaktabda o'qiyotgan, haydovchilik guvohnomasiga topshirmoqchi bo'lgan aka-uka, opa-singillarim barchalarga yaxshi natijalar, a'lo topshirib, haydovchilik guvohnomasini olishlarini tilab qolaman. Hop, bugungi shablonlarimizdan o'qib eshittirishlarni boshlaymiz. Diqqat, boshladik. Qaysi transport vositasining haydovchisi birinchi navbatda harakatlanish ustunligiga ega? Javobimiz yengil avtomobil haydovchisi. Yo'l harakati qoidalari 16-bobi 105-bandiga asosan teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishgan chorrahada relsiz transport vositalarining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishlari shart. Yo'l harakati qoidalari 6-bobi 29-bandiga asosan zarg'aldoq yoki sariq rangli chiroq mayoqchasi yoqilgan transport vositalarining haydovchilari yo'l qurilishi, ta'mirlanishi va tozalanishi jarayonida hamda texnik shikastlangan, nosoz bo'lgan, shuningdek qonunda ko'zda tutilgan hollarda boshqa transport vositalari o'tishda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sharti bilan ushbu qoidalarga yo'l belgilari 2.2.2.4, 2.6, 3.11, 3.14, 3.17, 2, 3.20 yo'l belgilari tashqari yo'l chiziqlari hamda 67, 71 va 121-bandlarida talablardan chetga chiqishi mumkin. Javobimiz yengil avtomobil haydovchisi. Xo'p. Bu belgilarning qaysi biri bir tomonlama harakatlanish yo'liga chiqishni bildiradi? Javobimiz 1 va 5. Yo'l harakati qoidalari 1-ilovasi 5-bo'limining 8-xat boshiga asosan 5.7.1, 5.7.2 bir tomonlama harakat yo'lga chiqish, harakatlanish, bir tomonlama bo'lgan yo'lga yoki qatnov qismini chiqishni bildiradi. Javobimiz 1 va 5. 3. Qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat beriladi? Javobimiz A, B va B yo'nalishlarida. Yo'l harakati qoidalarining 2-ilovasi 1-bo'limining 13-xat boshiga asosan 1.11 faqat bir tomonlama qayta tuzilishga ruxsat etilgan yo'l qismlarida bir yo'nalishdagi yoki qarama-qarshi kelayotgan transport oqimlarini ajratadi. Qayrilib olish, to'xtash maydonchalari va shunga o'xshashlarga kirish-chiqish jarayonlarida harakatlanish faqat bir yo'nalishga ruxsat etilganligi ko'rsatadi. Yo'l harakati qoidalarining 2-ilovasi 1-bo'limining 38-xat boshiga asosan 1.11 chizig'i uzuq chiziq tomonidan, sidirg'a chiziq tomonida esa faqat quvib yoki aylanib o'tish tugatayotganda bosib o'tishga ruxsat etiladi. Javobimiz A, B va V javoblari. 4-savol. Quyidagi hollarda qaysi birida temir yo'l kesishmasiga kirish taqiqlanadi? Javob: svetoforning taqiqlovchi ishorasi yonganda, shlagbaum ochiq turgan holatda. Yo'l harakati qoidalarining 18-bobi 118-bandining 2-xat boshiga asosan temir yo'l kesishmasiga quyidagi hollarda kirish taqiqlanadi. Shlagbaum holatidan qat'iy nazar svetoforning taqiqlovchi ishorasida. Javobimiz svetoforning taqiqlovchi ishorasi yonganda, shlagbaum ochiq turgan holatda. 5-savol. Avtomobillar chorrahada quyidagi tartibda o'tadilar. Javobimiz uchalasi bir vaqtda. Yo'l harakati qoidalarining 16-bobi 105-bandiga asosan teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishgan chorrahada relsiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishlari shart. 6-savol. Yo'lovchilarining va mahkamlanmagan yukning shiddat bilan oldinga surilib ketishi nima sabab bo'lishi mumkin? Javobimiz faqat keskin tormozlash. Haydovchi, yo'lovchilar hamda mahkamlanmagan yuk birdan tormozlash
to'qnashuv yoki avtomobilning keskin to'xtashidan keyin avtomobil to'xtashidan oldin mavjud harakat tezligi saqlangan holda harakat davom etadilar. Aynan shu vaqtda jarohatning ko'pgina qismi boshning oldi peshonaga, ko'krak qismiga, rul chambaragi va rul kolonkasiga, tizzaning asboblari o'rnatilgan shit qirrasiga urilish natijasida yuzaga keladigan yuk siljishi natijasida avtomobil muvozanatini yo'qotib, ag'darilishi mumkin. Shu bois harakatdan oldin haydovchi va yo'lovchilar xavfsizlik kamarini taqishi yoki mahkamlanishi lozim. Javobimiz faqat keskin tormozlash. Xo'p, 7-savol. Kunduzgi vaqtda transportning oldi yoki orqa tomoniga 1 metrdan ortiq chiqib turgan yuk qanday belgilanadi? Diagonali bo'yicha javobimiz diagonali bo'yicha qizil va oq chiziqlari bo'lgan taxtacha yoki bayroqchalar bilan. Yo'l harakati qoidalarining 27-bob 163-bandiga asosan transport vositalarining gabaritlari oldi yoki orqa tomonlariga 1 metrdan yon tomonga gabarit chiroqlari chetki qismidan 0,4 metrgacha ortiq chiqib turgan yuk katta o'lchamli yuk taniqli belgisi bilan belgilanishi, qorong'u vaqtda va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda esa bunga qo'shimcha ravishda oldi oq chiroq yoki yorug'lik qaytargich, orqasi esa qizil chiroq yoki yorug'lik qaytargich bilan belgilanishi kerak. Yo'l harakati qoidalari 29-bobi 176-bandining 8-xatboshiga asosan transport vositalari quyidagi taniqli belgisini o'rnatishi kerak. Katta o'lchamli yuk ichiga kengligi 50 mm diagonal bo'yicha navbatma-navbat qizil va oq rangli chiziq tushirilgan nur qaytargich yuzali o'lcham 400 x 400 mm to'rtburchak shakldagi belgi. Javobimiz diagonali bo'yicha qizil va oq chiziqli bo'lgan taxtacha yoki bayroqchalar bilan. Hurmatli aziz obunachi va kuzatuvchilarim, shunchalik qo'llab-quvvatlab kuzatayotganinglar uchun kattakon rahmat. Obuna bo'lishni unutmang. Imtihonlarga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, a'lo natijalar ko'rsatib, haydovchilik guvohnomasini olishinglarni tilab qolaman. Sog' bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Sog' bo'linglar.